Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugungi mavzumiz hayvonlarning ko'payishi. Hayvonlarning ko'payish usullari ikkita asosiy turga bo'linadi. Birinchisi jinssiz, ikkinchisi jinsiy ko'payish. Keling, jinsiz ko'payish usuli bilan tanishib o'tamiz. Ushbu usulda faqat bitta organizm qatnashadi. Sodda hayvonlarda, demak, mana shu usulni ko'rishimiz mumkin va jinsiy hujayralar, gametalar hosil qilmaydi. Yangi organizm ota-ona organizmining aynan o'zi bo'lib rivojlanadi. Ikkinchi usulimiz jinsiy ko'payish. Bu usulda jinsiy organlar hosil bo'lishda gametalar qatnashadi. Erkakli gametalar spermatozoid deyilib, urug'donlarda yetiladi. Urug'ochilik jinsiy organi tuxumdonlarda tuxum hujayralari hosil bo'ladi. Jinsiy hujayralarning qo'shilishi natijasida zigota va zigotadan esa nima hosil bo'ladi? To'ppa-to'g'ri, demak, yangi organizm hosil bo'ladi. Ushbu rasmlarda demak jinsiz ko'payish va jinsiy ko'payish keltirilgan. Jinsiz ko'payishga bizga amyoba va gidra keltirilgan. Amyobada oddiy ikkiga bo'linish, gidrada kurtaklanib ko'payishni kuzatishimiz mumkin. Hayvonlarda demak urug'ochi va erkak organizmlarni gametalar qo'shish natijasida zigotani hosil bo'lishi va keyinchalik demak yangi organizmlarning rivojlanishini kuzatishimiz mumkin. Keling, ushbu video darsimizning mana shu joyida kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lib keting, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirib keting ushbu dars haqida va like bosib qo'yishni unutmang. Davom etamiz. Ayrim jinsli hayvonlarda erkaklik va urug'ochilik jinsiy organlari alohida organizmlarda joylashgan. Ya'ni biz nima haqida gaplashyapmiz? To'g'ri, ayrim jinsli hayvonlar haqida. Ushbu demak toifa hayvonlarga hasharotlar, baliqlar, amfibiyalar, reptiliyalar, qushlar, sutemizuvchilar kiradi. Germafrodit organizmlar bor ekan. Demak, germafrodit organizmlar bitta organizmda ham erkak, ham urug'ochilik jinsiy organlari rivojlangan bo'lsa, ularga nima deyilar ekan? To'ppa-to'g'ri, demak, germafrodit organizm deb aytiladi. Ushbu germafrodit organizmlarga yassi, halqali chuvalchanglar, qornoyoqli mollyuskalar misol bo'ladi. Chuchuk suv gidrasi bo'shliq ichliklar tipiga kiradi va yilning fasliga qarab jinsiz hamda jinsiy usulda ko'payadi. Keling, birinchi usulni jinsiz ko'payish ko'rib chiqamiz yoki kurtaklanish. Gidrada yozda oziq-ovqat mo'l, suv iliq bo'lganda qulay sharoitda jinsiz ko'payish boshlanadi. Gidraning tana devorida, asosan tana o'rtasida deyilyapti, kichik bo'rtma kurtak hosil bo'ladi. Kurtak asta-sekin o'sib, uchida paypastlagichlar va og'iz teshigi shakllanadi. Yaxshi rivojlangan yosh gidra ota-ona tanasidan ajralib, suv tubiga tushadi va mustaqil yashay boshlaydi. Ushbu rasmda demak, ayrim jinsli hamda germafrodit organizmlarni ko'rishimiz mumkin. Jinsiy ko'payish gidrada davom etyapmiz. Kuzda kunlar sovib, noqulay sharoit boshlanganda gidraning tana sirtida kichik bo'rtmalar paydo bo'lib, ularni ayrimlaridan bitta yirik, soxta oyoqli tuxum hujayra, ayrimlarida esa ko'p miqdorda harakatchan spermatozoidlar yetiladi. Spermatozoidlar suvga chiqib, boshqa gidraning tuxum hujayrasini urug'lantiradi va zigota hosil qiladi. Urug'langan tuxum hujayra qalin qobiq bilan o'ralib, sista hosil qiladi. Sista degan tushuncha sizga tanish bo'lsa, izohlarda yozib keting. Ota-ona gidra qishda nobud bo'ladi, sista esa suv tubida qishlab chiqadi. Bahorda undan yangi yosh gidra rivojlanadi. Ushbu rasmda demak gidraning jinsiz ko'payish, kurtaklanish usuli bilan va jinsiy ko'payishi keltirilgan. Yomg'ir chuvalchangi germafrodit hayvon bo'lib, ikkita chuvalchang bir-birini urug'lantiradi. Chuvalchang tuxum qo'yish davrida belbog'chasidan shilimshiq modda ajratib chiqaradi. Urug'langan tuxumlarni pilla ichiga qo'yadi. Pilla chuvalchang tanasida sirg'alib, tuproqqa tushadi va undan yosh chuvalchang rivojlanadi. Ushbu rasmda demak yomg'ir chuvalchangining demak qanday organizmligi, demak germafroditligini aytib o'tilgan va ko'payishi bilan bog'liq ifodalar keltirilgan. Tanishib o'tishingiz mumkin. O'rgimchaklar ayrim jinsli hayvonlar bo'lib, urug'ochisi erkagiga nisbatan yirikroq bo'ladi. Ular faqat jinsiy usulda ko'payadi.
Erkak o'rgimchak oldingi oyog'ida joylashgan maxsus o'simtalari yordamida spermatozoidlarini urg'ochisining jinsiy sistemasiga o'tkazadi. Ichki urug'lanish kuzatiladi bularda. Urug'langan urg'ochi o'rgimchak ipakdan pilla o'rab, uning ichiga o'nlab yoki minglab tuxum qo'yadi. Pilla xavfsiz joyga yashiriladi, aynan urg'ochisi tomonidan yoki urg'ochi o'zi olib beradi o'zi bilan birga. Bu ham nasliga bo'lgan g'amxo'rlik hisoblanadi. Qishda aynan urg'ochi o'rgimchak nobud bo'ladi. Tuxumlari pilla ichida qishlab, bahorda yosh o'rgimchaklar demak pilladan chiqib hayotini davom ettiradi. Ushbu rasmda demak o'rgimchakning hayot sikli va ko'payishi keltirilgan. Tanishib o'tishingiz mumkin. Hasharotlar ayrim jinsiy hayvonlar, ular faqat jinsiy usulda ko'payadi. Erkak hasharotlar urg'ochilardan tashqi tuzilishiga nisbatan kichikroq, hidcha, mo'ylovlari kuchli rivojlangan, hidni yaxshi sezadi. Jinsiy organlari qorin bo'shlig'ida joylashgan, urg'ochilarida bir juft tuxumdon, erkaklarida bir juft urug'don bo'ladi. Albatta, urug'lanishi ichki bo'ladi. Ushbu demak rasmda marhum qiz keltirilgan, uning demak tashqi tuzilishi va demak urg'ochi erkaklarning farqlari bo'yicha taqqoslab ketilgan. Tanishib o'tishingiz mumkin. Yashash muhitiga bog'liq holda hasharotlar urug'langan tuxumlarni turli muhitlarga qo'yadi. Urg'ochi hasharot urug'langan tuxumlarni ozuqaga boy, xavfsiz joylarga, misol uchun barglar, tuproq yoki suv, o'simlik poyalari orasiga qo'yadi. Rivojlanish keladigan bo'lsa, ikki xil usuli bor ekan: chala o'zgarish bilan rivojlanish va to'la o'zgarish bilan rivojlanish. Chala o'zgarish bilan rivojlanish 3 ta davrga bo'linadi: tuxum, lichinka, voyaga yetgan organizm. Tuxumdan chiqqan lichinka tashqi ko'rinishi jihatdan kattalarga o'xshaydi. Aynan chala rivojlanish bilan rivojlangan organizmlarda faol oziqlanadi va o'sadi, lekin qanotsiz va jinsiy a'zolar rivojlanmagan bo'ladi. U bir necha bor po'st tashlab voyaga yetadi. Misol tariqasida biz chigirtkani, qandala, nenachi va suvarakni aytib o'tishimiz mumkin. Ushbu rasmda demak chigirtkani rivojlanish sikli keltirilgan, demak tanishib o'tishingiz mumkin. Mana ona chigirtka bo'lsa, tuxum qo'ygandan keyin tuxumdan chiqqan kichkinagina chigirtka ham onasini tashqi ko'rinish jihatdan onasi bilan bir xil. To'liq o'zgarish bilan rivojlanish. Buni demak 4 ta davrga bo'lib o'rganamiz. Tuxum, lichinka, g'umbak, voyaga yetgan organizm. Tuxumdan chiqqan qurt shaklidagi lichinka katta yoshdagi hasharotga umuman o'xshamaydi. Pastdagi quyidagi rasmga qaraydigan bo'lsangiz, mana kapalak voyaga yetgan formasi va uning qurti umuman farq qiladi bir-biridan. U oziqlanib bo'lgach, harakatsiz g'umbak bosqichiga o'tadi. Bu davrda g'umbak oziqlanmaydi. Mana 3-rasmdagi 3-qism g'umbaklik holati oziqlanmas ekan va harakatlanmas ekan. Va uning ichida tanasi to'liq shakllanib, biz demak mukammal tarzdagi kapalakni ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik, albatta, g'umbakdan keyingi davrda. Misol tariqasida biz ushbu to'liq o'zgarish bilan rivojlanish bosqichiga kapalakni, qo'ng'izni, pashsha, ari, chumolini keltirishimiz mumkin. Davom etamiz. Amfibiyalar yoki suvda va quruqda yashovchilar ko'payishi va rivojlanishi bevosita suv muhiti bilan bog'liq, chunki ular suvda va quruqlikda yashaydi. Ularning hayot sikli to'liq o'zgarish, metamorfoz orqali amalga oshadi. Urishish va tuxum qo'yishi bahor kelishi mart-aprel oylarida, iliq kunlar boshlanishi bilan ko'l baqasida ko'payish instinkti kuzatiladi. Urishish davrida erkak baqalar tomoq ostidagi rezonator xaltachalari yordamida baland ovozda xonish qila boshlaydi. Demak, to'g'ri, ularda tashqi urug'lanish jinsiy sistemasi baliqnikidek tana bo'shlig'ida joylashgan bir juft tuxumdon, erkaklarida buyrak yaqinida joylashgan bir juft urug'dondan iborat. Yetilgan tuxum hujayralari tuxum yo'lida urug'lanadi. Urug'langan tuxumlar suv yuzasida to'p-to'p bo'lib qalqib yuradi. Tuxumlari qoramtir bo'lgani uchun quyoshda yaxshi isiydi va 1,5 haftada lichinka itbaliqqa aylanadi. Aynan lichinkadan itbaliq chiqishini ko'rishimiz mumkin. Itbaliq dastlab tuxumdan qolgan oziq, keyin mayda suvitlari va mikroorganizmlar bilan oziqlanadi. Baliqning tuzilishi bilan tanishib o'tamiz. Tashqi va ichki tuzilishi bo'yicha baliqqa o'xshaydi.
2 kamerali yuragi, tashqi jabrasi, nafas olish uchun bitta qon aylanish doirasi va yon chizig'i borligi bilan baliqlarga o'xshaydi. Rivojlanishi davomida birinchi galda orqa oyog'i, keyin oldingi oyog'i rivojlanadi. Qon aylanish sistemalari 3 kamerali yurak, 2 ta qon aylanish doirasi va o'pkalar hosil bo'ladi. Shuning uchun it baliq tez suv yuzasiga ko'tariladi, nafas olish uchun bu ham. Demak, bekorga u supaga chiqib, pastga tushib yotmaydi. Albatta, nafas olish uchun shunday harakatlarni bajaradi. Dumi qisqaradi va voyaga yetgan baqaga aylanadi. Qushlarning ko'payish davri tuxumdan chiqadigan jo'jalar uchun oziqni mo'l bo'lishiga bog'liq. Erkak qushlarda bir juft urug'don, bir juft urug' yo'li bo'lib, u kloakaga ochiladi. Urg'ochilarda bitta tuxum yo'li bo'ladi. Tuxum hujayra tuxum yo'lida urug'lanadi. Urug'langan tuxum po'choq bilan o'ralgan va kloaka orqali tashqariga chiqariladi. Qushlar tuxumida sariqlik ko'p bo'lgani hisobidan metamorfozsiz rivojlanadi. Qushlar demak, jish jo'ja ochadigan va jo'ja ochadigan qushlarga bo'linadi. Ushbu rasmlarda demak qushning tuxumi tuzilishi va demak qoya kaptarining urg'ochi va erkagining ko'rinishlari bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Jish jo'ja ochadigan qushlar haqida eshitganmisiz? Keling, unda tanishamiz. Jish jo'ja ochuvchi qushlar bu guruhdagi qushlarning jo'jalari tuxumdan, ko'zi yumuq, yalang'och, tanasi siyrak, mayin patlar bilan qoplangan, quloq teshigi yopiq, ojiz va mustaqil harakatlana olmaydigan bo'lib chiqadi. Ota-onasi ularni inida uzoq vaqt boqishi va isitishi kerak. Masalan, qaldirg'och, chumchuq, qarg'a, muzchi, laylak hamda yirtqich qushlar mana shunday demak jish jo'ja ochuvchi qushlarga kiradi. Ushbu rasmlarda demak bir qancha qushlar keltirib o'tildi. Videoni pauza holatiga keltirib, jish jo'ja ochadigan qushlarning o'zlari va jo'jalari bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Jo'ja ochadigan qushlar haqida eshitganmisiz? Jo'ja ochuvchi qushlar bu qushlarning jo'jalari tuxumdan chiqishi bilanoq ko'zlari ochiq, tanasi pat, mayin tuk bilan qoplangan, tezda onasi orqasidan yugura oladigan va o'zi mustaqil ovqat topishga qodir bo'ladi. Demak, keling bir qancha demak jo'ja ochadigan qushlar bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi bu tovuq. Jo'jasi tuxumdan chiqiboq, onasi ortidan chopib mustaqil don tera boshlaydi. O'rdak jo'jalari tug'ilgan kuniyoq suza oladi va o'ziga yemak qidiradi. G'oz, patli va juda harakatchan jo'jalar ochadi. Bedana tuxumdan chiqishi bilanoq yugurib ketishga tayyor bo'ladi jo'jalari albatta. Tuyoqqush jo'jalari katta, baquvvat va darhol yugurishga qodir bo'ladi. Qirg'ovulda ham ushbu guruhni yorqin misoli deb aytishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz qisqacha shu ma'lumotlardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.